Yerda yotgan, jon taslim qilayotgan yigitning holatini ko'rib, har bir inson dahshatga tushdi. Gap shundaki, Andijonda 17 yoshli yigit tanishini pichoqlab o'ldirib qo'ydi. Mazkur holat aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Holat yuzasidan Bosh prokuror matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lumot berdi. Unga ko'ra, joriy yilning 6-fevral kuni Andijon viloyati Buloqboshi tumanida 17 yoshli o'smir tanishi bilan janjallashib, xo'jalik pichog'i bilan unga tan jarohati yetkazgan holda qasddan o'ldirgan. Rasmiy xabarda keltirilishicha, gumonlanuvchi va marhum yigitning avvaldan o'rtalarida tortishuv bo'lgan. Bir necha oy davom etgan kelishmovchiliklar 17 yoshli yigitni pichoq ko'tarishiga, 19 yoshli yigitni esa bevaqt hayotdan ko'z yumishiga sabab bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi voyaga yetmagan shaxs protsessual tartibda ushlangan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Andijon viloyatidagi muxbirimiz voqea joyiga borib, holatni to'liqroq o'rganishga harakat qiladi. Biz bu haqda ko'rsatuvimizning ertangi sonida ma'lumot beramiz. Millar marhum yigitning oila a'zolariga hamdardlik bildiradi.